faslning bu galgi sonida Oltiariq tumanidagi yoshlar hayotida yuz berayotgan ijobiy o'zgarishlar, ularning yutuqlari va orzulari haqida hikoya qilamiz. Bugungi kunda yoshlar uchun yaratilayotgan imkoniyatlar ularning o'z ustida ishlashi, yangi marralarni zabt etishiga mustahkam zamin bo'lmoqda. 24 yoshlik Xurramshoh Hoshimjonov ana shunday intilish va mehnat bilan o'z yo'lini topgan yoshlardan biri. U Oltiariq tumanidagi 20-ixtisoslashtirilgan umumta'lim maktabida o'qituvchi sifatida faoliyat yuritadi. Shu bilan birga Smart Edu o'quv markazi direktori ham. Yosh bo'lishiga qaramay, u ta'lim sohasida o'z o'rniga ega bo'lib ulgurgan. Xurramshoh, mana o'quv markaziga keldik. Juda ham chiroyli, shu bilan birga yaxshi IT yo'nalishida kompyuterlar bilan jihozlangan ekan. Keling, aynan bu yo'nalishda ishlash qanday keldi sizda? Bu fikrni kim berdi sizga? Xo'p, aslida o'zim ingliz tili yo'nalishini bitirganman. Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti tarjima fakultetini bitirganman. Keyinchalik maktablarda 2 yil ingliz tili o'qituvchisi bo'lib ishladim va repetitor sohasiga shu 2 yildan keyin magistratura diplomimni Webster universiteti olganimdan keyin kirib keldim. Webster universitetida magistraturani bitirganimdan keyin kurs ochish fikri keldi. O'zim o'quv markazlarida ishlab yurdim va keyinchalik bildimki, o'zim ochsam qo'limdan keladi shu narsa. Va maktab o'quvchilari bilan boshida 2-3 ta qilib o'quvchilar bilan boshlab, mana bu yil 3-yil o'quv markazimizniki jihozlarni olish uchun Yoshlar ishlari agentligi yordam berdi. Mana shu mart oyida bizga ko'mak loyihasidan 130 million susud ajratishdi. O'sha prezidentimizning tashabbuslari bilan yosh tadbirkorlarga yordam berish tashabbuslari bilan shu farmon asosida loyihani amalga oshirib kelyapmiz, ko'mak loyihasini. Xurramshoh ishonch bilan boshlagan ishi bugunga kelib o'zining natijalarini ko'rsatyapti. O'quv markaziga kelayotgan o'g'il-qizlar soni ko'payib boryapti. O'quv markazida endi menimcha Oltiariqlik bir yoshlar, tilga qiziquvchi, IT sohasiga qiziquvchi yoshlar kelsa kerak. Nechta o'quvchi qamrab olingan? O'quv markazimizda 60 ga yaqin o'quvchilar qamrab olingan. 6 nafar o'qituvchimiz ingliz tili, rus tili, turk tili, matematika, fizika fanlaridan dars berib kelishyapti 3 oydan beri. Mana natijalar, sertifikatlar olyapmiz o'quvchilar bilan. 2023-yil ochganimizda jami 6 tamikin o'quvchim bo'lar edi. Haqiqatda iqtisodiy jihatdan qiynalgan paytlarim bo'lgan, ijara to'lovi yoki o'sha kommunal to'lovlar, boshqalar bilan keyinchalik birinchi natijamiz 2 ta 11-sinf o'quvchimizni Jahon tillari universitetiga o'qishga kirgizganmiz. O'quv markazimizning nomi sekin-sekin Oltiariqda tanishib boshladi va o'quvchilarimiz ham sekin-sekin ko'payishni boshladi. Yurtboshimiz tomonidan o'qituvchilarga berilayotgan imkoniyatlar, imtiyozlar ularni ishlashga, ko'proq izlanishga undamoqda. Buni Xurramshoh misolida ko'rishimiz mumkin. Xurramshoh, aynan o'quv markazidan tashqari, mana yuqorida aytib o'tdingiz, 20-idumda ham dars berar ekansiz. Qiyin emasmi ikkalasini birga olib borish? Asosan boshlanishida qiynalganman. 20-idumda ozroq darsga ishlardik avvaliga, lekin keyinchalik iqtisodiy jihatdan o'qituvchilarga berilgan imtiyozlar, oylikka berilgan ustamalar, yana ham ko'proq ishlashga, o'zimning ustimda ko'proq sertifikat olishga, o'quvchilarni ustida ishlashga meni majbur qildi va intildim shu narsaga. O'quvchilarda qiziqish qanaqa hozirda endi? Hozirda eng ko'p o'quvchilarimiz ingliz tili va matematika yo'nalishiga qiziqishadi. SAT xalqaro imtihon, IELTS ko'pchiligi o'sha chet el o'qishlariga, universitetlarga ketish uchun chet tillarini o'rganishadi va turk tiliga hozir qiziqish ortib ketdi. Bilsangiz, DTMda turk tilini ham xorijiy til sertifikatini qabul qilishyapti. Eng ko'p turk tili, ingliz tili, matematika fanlariga hozir talab ketdi. Aytingchi, masalan, o'quv markazi ochish uchun ham albatta mablag' kerak, mablag' tikiladi. Aynan mana shu mablag' bilan boshlagan bir miqdorda bugunga kelib o'zini oqladimi mana shu tikilgan summa? Xo'p, 2023-yil o'qishni yangi bitirib kelib, har xil o'quv markazlarida ishlab yurdimda, oxiri dadamga aytdim, shunaqa o'zim kichkina bitta xonani olib, ijaraga olib, ingliz tili o'rgataman, repetitorlik qilaman deganimda, haqiqatdan jihozlarim yo'q edi. Birinchi bo'lib qo'limga shu partalarni olasan, doskalar olasan deb 4 million pul berishgan dadam. Va hozirda 4 milliondan anchagina
qoplayapti, oshib ham ketadi, xudo xohlasa. Va eng katta meni rahmat aytadiganim shu ko'mak loyihasiga rahmat aytaman. Men zamonaviy texnologiyalar, remontlar, mana shu narsalarni hammasini ko'mak loyihasi asosida qildik. Bo'lmasam, o'quv markazimiz juda oddiy, unchalik ham haligi faqatgina parta va stol kitoblardan iborat o'quv markazidir. Qahramonimizning ta'kidlashicha, bugungi kunda u faqat dars berish bilan cheklanib qolmay, kelajakda o'qituvchi bo'lishni maqsad qilgan yoshlarga ham yo'l yo'riq ko'rsatyapti. Hozir ustoz bo'laman deydigan yoshlar ko'p deydi u. Talabalik yillarimda tarjima fakultetida bo'lgani uchun o'qituvchilarda haligi ijtimoiy obro'si va maoshlari sezilarli darajada past edi va buning uchun biz o'ylardikki, biz o'qituvchi bo'la olmasak kerak, qiyin kasb, ya'ni maoshi jihatdan, mehnati jihatdan o'qishni bitirib, maktablarga sohasiga sekin-sekin amaliyot qilib ko'rganimizdan keyin mana shu prezidentimizning yangi qarorlari chiqdi. Chet til o'qituvchilariga ayniqsa oyliklariga qo'shimchalar, imtiyozlar, musobaqalar, olimpiada va eng mana hozir o'zim prezidentimiz chiqargan o'sha 70% ustamani olaman, 50% xorijiy til sertifikatim uchun ustama, jami 120% oyligimga ustama olaman maktabda. Shu o'rinda savol bermoqchiman. Oyligingiz qancha o'zi? Aytsam bo'ladimi? Bo'laveradi, ayting. Oyligim 14 million hisoblanadi. Demak, $1000 oylik olasiz. $1000 dan oshiqroq oylik. O'sha yurtboshimiz aytgandek, o'qituvchilar $1000 oylik oladigan gaplari mana siz isbotingiz orqali ko'rib turibmiz. Ishondim va prezidentimizga rahmat aytmoqchiman. O'qituvchini obro'sini ham moliyaviy iqtisodiy jihatdan, ham ijtimoiy jamiyat orasida mana eng asosiysi majburiy mehnatlardan o'quvchilar ozod qilindi. O'quvchilar bilan ishlayapti va yana bitta narsa open budjet, ya'ni davlat byudjeti orqali maktabimizda bu yil oktyabrda yangi bino qurildi va maktabimiz avvallariga 2 smen soat 5-6 gacha obeddan keyin ham ishlar edi. Hozirda 1 smenga o'tib o'quvchilar bilan ko'proq shug'ullanyapmiz. O'qituvchilar attestatsiyalarga tayyorlanyapti. Shu attestatsiyadagi mana vazir ustamalari, yillik to'lanadigan 70% ustama, yil o'qituvchisi ustamalari, ya'ni bemalol 20 million, 30 millionlik maktab o'qituvchisi hamma imtiyozlardan foydalansa, oylik olsa bo'ladi. Xurramshoh Hoshimjonov kelgusida ta'lim sohasida yangi loyihalarni amalga oshirish, yoshlar uchun zamonaviy o'quv muhitini yaratishni rejalashtiryapti. Maktabdagi va o'quv markazimizdagi o'quvchilarning ichida ingliz tili o'qituvchisi bo'laman, matematika o'qituvchisi bo'laman degan o'quvchilar anchagina haqiqatdan. Bu siyosat ta'sir qildi. Bolalarga, yoshlarga ta'sir qildi. Kelajakda rejalar qanaqa endi? Xudo xohlasa, kelajakda o'quv markazimizni yana ham kengaytirib, xususiy bog'cha, xususiy maktab, keyinchalik balki xususiy universitet yo'nalishida shu milliy ta'lim tizimida o'zgarishlar qilish, Yevropa, chet el, Amerika ta'lim tizimini eng yaxshi taraflarini ta'lim tizimiga olib kirish. Oltiariqlik yoshlar orasida yana bir iqtidor egasi bor, Mubinabonu Karimova. U milliy kurash bo'yicha O'zbekiston, Osiyo va jahon birinchiligi g'olibi sifatida yurtimiz sharafini munosib himoya qilib kelmoqda. Uning sportdagi yutuqlari nafaqat tuman, balki butun mamlakat miqyosida e'tirof etilgan. Men 16 yoshdaman. Sportning milliy kurash turi bo'yicha ko'plab O'zbekiston chempionatlarida, jahon chempionat, Osiyo chempionatlarida ishtirok etdim. Faxrli 1-o'rin, 2-o'rinlarni qo'lga kiritdim. Hozirda Farg'ona Olimpiya va Paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazining 10-sinf o'quvchisiman. Qahramonimizning aytishicha, sportga kirib kelishida uning akasi katta rol o'ynagan. Ilk qadamlaridanoq u o'z oldiga katta maqsadlar qo'ygan va bugungi natijalar ana shu intilish samarasidir. Sportga kirib kelishimning sababi akamga qo'shilib kirganman. Akam bilan qiziqib sportga, akam bilan birga jahon chempionatiga bordik o'tgan yil 2024-yilda. Akam faxrli 1-o'rinni qo'lga kiritdi, men 2-o'rinni qo'lga kiritdim. Nechta medalingiz bor? Hozirda O'zbekistonda 5 karra O'zbekiston chempioniman. Jahon chempionatida 2-o'rinni qo'lga kiritganman, Osiyo chempionatida 1-o'rinni qo'lga kiritganman. Eng oxirgi olgan medalingiz qaysi? Eng oxirgi olgan medalim shu Bahrayn davlatida bo'lib o'tgan Yoshlar Osiyo o'yinlarida faxrli 1-o'rinni qo'lga kiritdim.
Mana masalan, ko'p bora chempionlikni qo'lga kiritgan ekansiz. Nimani his qilasiz? Chempion bo'lib, davlatimiz bayrog'i yuqoriga ko'tarilganda yoki madhiyamiz yangraganda nimalar o'tadi ichingizdan? Shu bayrog'imiz ko'tarilganda mashaqqatlar, ter, o'shalar hayolimizga keladi, trenirovkalar. Ikkita farzandim shu sport turini tanlashdi. O'zimizni milliy kurash sport turini. Bular akasi 6 yoshdan borgan, qizim 7 yoshdan borgan. Bir-biriga qiziqib, aka-singil borib 10 yildan buyon mana shug'ullanishib, Farg'ona bo'yicha birinchi o'rinda turishadi. Keyin mana jahon chempionatiga 24-yilda yo'llanma olishib, aka-singil Farg'ona bo'yicha borishdi. O'zbekistonimiz bayrog'ini yuqori ko'tarib kelishdi. U har kuni kamida 5 soat mashg'ulot o'tkazadi va bu mashaqqatli jarayonni o'zining sevimli ishi deb biladi. Mubina Bonu uchun mehnat va intizom muvaffaqiyatning asosiy kalitidir. Bir kunda necha soat vaqtingizni shug'ullanishga bag'ishlaysiz? Bir kunda o'zi ertalab 2,5 soat mashg'ulot bo'ladi, obeddan keyin ham 2,5 soat mashg'ulot bo'ladi, 5 soat mashg'ulot bo'ladi. Keyin obedda darsga kiramiz, darsdan chiqib o'zimiz uchun ishlaymiz. 5 soat ko'pmi, kammi? Yetadi. Men shu sport tanlaganimdan juda xursandman, faxrlanaman. Meni shu orqali ko'p insonlar, ko'pchilik tanidi. Onangizni qaysi gaplari sizga doim bir dalda beradi, turtki bo'ladi? Yutasan qizim, senga ishonaman, birinchi o'rinda olasan. O'zingga ishon, sen chempion bo'lasan, sen zo'rsan. Birinchi o'rinda men avvalo prezidentimizga rahmat deyman. Bularga endi yaratib bergan sharoitlarni ko'rib, to'g'risi birovga aytib tasvirlab bera olmayman. Bular videolarini tashab turishadi, aytigi yotoq gostinitsalarini ko'rishadi, oziq-ovqatlar, prezidentimizga rahmat. Hamma ustuvoshlarini qilib beradi. Hamma yo'qlarini qilib, kiyintirib, hatto sumkalarigacha, qishki, yozgi ustuvoshlarigacha qilib berishadi. O'g'lim imtiyozli ravishda universitetga qabul qilindi. Mana qizim ham imtiyozli o'sha lyugotalarda oldi o'qishga kirishga. Ikkala farzandim ham sport ustasi hozirda. Endi 18 yoshdan xalqaro sport ustaligini ham olishga harakat qilishyapti, Xudo xohlasa. Oiladagi qo'llab-quvvatlash va yaratilgan sharoitlar tufayli u bugun yurtimizning faxrli sportchilaridan biriga aylandi. Bu kabi imkoniyatlar misolida ko'rish mumkinki, bir oiladan ikkita milliy kurash bo'yicha chempionlar yetishib chiqdi. Aytishimiz kerak, mana shu natijalaringiz ortidan, yutuqlaringiz, harakatlaringiz ortidan yurtboshimiz bilan ko'rishish nasib qildi. Qanaqa bo'ldi bu jarayonlar? Yurtboshimiz bilan 2 marta ko'rishdim. Olimpiya shaharchasida Olimpiya cho'qqilari bo'ldi. O'shanda ko'rishdik. Biz sahnaga chiqdik sportchi chempionlar bilan. Ikkinchisida joriy yilning 8-mart kuni xotin-qizlar bayramida biz shunda o'tirdik. Bizga dalda berib, motivatsiya berdi. Avvalo shu O'zbekistondan yo'llanma olishni o'zi ham oson emas. Juda bizni O'zbekiston farzandlari juda ham kuchlik, juda ham bir-biriga ishongan. Hammasi sportchilar shunaqa. Shu jahon chempionatiga yo'llanma olishda ham uyda o'tirdim. Kutdim, bir kun oldin o'g'lim kurashdi, telefon qilib, yig'lab, ayajon yo'llanma oldim dedi. Ertasi kuni qizim kurash kerak edi. Qizim ham telefon qilib, ayajon yo'llanma oldi dedi. Keyin bularni Mongoliya davlatiga jo'nab ketishdi. Aeroportlarga borib kuzatamiz, dadasi bilan, farzandlar bilan. Yana bularni borib kutib olamiz. Kurashchi qizning orzulari ham yutuqlari kabi ulkan. U kelgusida yanada yuqori cho'qqilarni zabt etish, yurtimiz bayrog'ini xalqaro maydonlarda yanada baland ko'tarishni maqsad qilgan. Kelajakda niyatim 2028-yil bo'ladigan Los Angeles Olimpiadasida ishtirok etish hamda yuqoriga bayroqlarimizni ko'tarish, chempion bo'lish. Oltiariqda yursak ham, bu kelib qolsa birorta kamga borsak ham shaharchada o'zimizda. Shu qizmi, sportchi qizingizmi, shu farzandingizmi, yo bo'lmasa o'zimni ko'rib qolsam mashinalarda ham, voy sportchilar yaxshimi? Hammani gapi shu. Chempionlar qalay? Chempionlar yaxshimi? Endi qayerga borishadi? Shu hammani gapi shu. Hamma havas qiladi. Bu farzandlar bilan faxrlanaman men. Hozir dadasi ham, men ham shu eng yuqorisi shu olimpiadada qatnashish. Shuni niyat qilyapmiz, o'zlariga ham uqtiramiz, sizlar borasizlar, qatnashasizlar.
Bugungi Oltiariq yoshlari o'z oldiga aniq maqsad qo'ya oladigan, mehnatdan qochmaydigan va katta orzular sari intilayotgan avloddir. Ularning misolida shuni aytish kerakki, harakat va ishonch bilan har qanday marra zabt etilishi shubhasiz.